Sizga yordam taklif qilishning to'g'ri usuli qanday? Qanday holatlarda bu noo'rin bo'lishi mumkin? Ko'p yordam kerak bo'lmaydi. Har doim o'zi harakatlanadigan aravachada yuraman. Hech qanaqa yordamga muhtoj emasman. O'zim eplay olaman. Odamlar sizga achinish yoki ortiqcha e'tibor bilan qaraganda qanday his qilasiz? Achinish holati ko'pincha bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri savollar beriladi. Bular yoqmaydi. Jamiyat sizning mustaqil hayot kechirishingizga qanday to'sqinlik qiladi? Jamiyat to'sqinlik qila olmaydi hech qanaqasiga. Har doim o'zim fikrim bilan, o'zim xohishlarim bilan, kayfiyatim tushirmagan holda yuraman. Ta'sir qiladigan taraflari, ularning negativ fikrlari, yomon qarashlari. Sizga nisbatan eng ko'p uchraydigan noto'g'ri tushuncha yoki stereotip nima? Noto'g'ri tushuncha bu masalan harakatlanib turganimda, masalan sport bilan shug'ullanishim, hayotda qo'ygan maqsadlarim, orzu-niyatlarimdan qaytarishlari ta'sir qiladi. Odamlar sizning aravachangizni ruxsatsiz ushlagan paytlar bo'lganmi? Bu sizga qanday ta'sir qiladi? Bo'lib turadi. Yosh bolalar ushlaydi, mana bu yoqdan unga indamayman, qiziqadi. Ko'cha va jamoat joylarida duch keladigan eng katta muammolaringiz qaysilar? Muammolarni aytadigan bo'lsam, bu yo'llarda sharoitlar yo'qligi, aravachada harakatlanishga qiynalaman, mana shu. Bordyurlar bo'lishi mumkin, keyin baland binolarga chiqishda qiynalaman. Sharoit qilishini xohlayman. Transport yoki binolar siz uchun yetarlicha qulaymi? Qanday o'zgarishlarni xohlardingiz? O'zgarish bo'lishini albatta xohlayman. Baland binolarga kolyaska chiqish uchun alohida mana bunday yo'lakchalar qo'yilishi va ko'tarilishim uchun sharoit qilishni xohlayman. Avtotransport vositalarida yurishda ham ko'pincha o'zim chiqib olishim mumkin, lekin aravachani ortishga qiynalamiz. Ko'p taksistlar qabul qilmaydi, qaytaradi. Bu xafa qiladi. So'rab qolardim yordam berishlarini. Ko'p narsaga ta'sir qiladi. Sizni eng hayratga solgan yoki noo'rin tuyulgan savol qanday bo'lgan? Noo'rin savollar: nega yura olmaysiz? Sizga nima bo'lgan? Kasalmisiz? Yoki yoshlikdan shunaqami? Bu savollar kerak emas, odam boricha qabul qilish kerak. Odamlar nogironligi bor insonlar mustaqil yashay olmasligini o'ylashadi. Sizningcha bu noto'g'ri fikrni qanday o'zgartirish mumkin? Bu fikr o'zgartirish kerak, chunki aravachada harakatlanadigan nogironlarimiz juda ham ko'p. Nafaqat aravachada, boshqa nogironlar ham mustaqil yashay oladi, o'zini o'zi eplaydi. Bunga ishonaman. Mana masalan men sport bilan shug'ullanaman, o'qishga borib qatnayman, rasm chizish to'garaklariga boraman, kechki paytlar aylanib o'zim toza havoda yurishga eplay olaman-da. Mana shu mustaqil hayot deb o'ylayman. Siz nogironligi bo'lmagan odamlardan qanday munosabat kutasiz? Ular ko'p e'tibor bermasligini va oddiy, chiroyli muomalada bo'lishini, kulib qarab turishlari kayfiyatga ta'sir qiladi. Ozgina yomon gapirib qo'ysa yoki negativ fikrlar bildirilsa, bu odam xafa bo'lib qolamanda. Sizningcha nogironligi bor insonlar haqida ommaviy axborot vositalari qanday fikr uyg'otmoqda? Bu to'g'ri aks ettirilganmi? Bu juda ham yaxshi ko'rsatishlari, olib chiqishlar, hammasi ko'rsatilayotgan sharoitlardan minnatdorman. Har doim qo'llab-quvvatlashlar zo'r. Rahmat deb qolaman. Qaysi harakatlar sizni juda xursand qiladi va jamiyat sizni teng huquqli inson sifatida qabul qilayotganini his qilishga yordam beradi? Buni his qilaman. Ko'pincha ko'chada yurgan vaqtimda ko'p insonlar kelib, chiroyli ekansiz, ko'z tegmasin, yaxshi gaplar bilan yoki shirinliklar bilan, gullar bilan xursand qilib ketadi. Bu ta'sir qiladi.